Assalomu alaykum. Bugun YouTube katta yo'qotish opamiz onashib Halima xonim omonatlarni topshirdilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Shu uchun janoza namozi 17 ga o'tdi. Assalomu alaykum xonimlar. Men bir narsani aytmoqchiman. Ahvat uchun qilinmagan lokatsiya videolar kim eshitsa, kim ko'rgan bo'lsa, Alloh rahmat qilsin deb duo qilish uchun meni qilingan. Вот именно kelgan juda ko'p insonlar shu biz sizni Telegram kanalingizdan lokatsiya olib keldik, baraka toping, Alloh rozi bo'lsin deb duo qilib ketishyapti. Hattoki aktyor va aktrisalar ham. Shuning uchun bu narsada yomonlik ko'rish kerak emas. Ahvat uchun quvvatda deganlar bemalol kanaldan chiqib ketishi mumkin. Maytni olib kelishdi. Hozir Halima opamning janozasi o'qilib bo'ldi. Mana hozir qabristonga maytni ko'mgani ketyapmiz.